Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar, hammalarınki hər vaxt xeyirli olsun. Əhmədcə Osman bilan bo'lgan bir söhbətni anlapsizlar qalsınlar. Men bu söhbət qatnışamay qaldım, tünügün kechki shu ciddi bir işlerim olib ketdi. Shundan yema uzun bo'lgan o'xshaydi qaraganda. Endi bu Ahmadcha Osmanniki o'ttirib qo'ygan nimasi endi nima deymiz? Tangri tasavvuri bu yangi bir tasavvur emas. Bu Yahudlarda ming yillar burun o'tirib chiqqan bir qarash ekan. Qur'onda zaten buning qarta oyatlar bor. O ma yuhlikuna illa ad-dahr degan oyatlar bor. O zaman yana koinotning o'zini, yana mush tabiat dunyosini iloh deb qaraydigan ko'z qarashlar shu zamonlarda bo'lgan. Chunki uni oqisdiki narsaning o'zini tasavvur qilib bo'lamagan ekan. U ishdan keyin 1300-yil atrofida, ya'ni 14-asrniki nimasida endi 14-asr deyli. İmam G'azzoli deymiz, o'sha odamlar orqali yana islom dunyosiga kirgan. İmam G'azzoliniki Vahdatul Vujud degan bir nimasi bor. Buniki İhyaul Ulumuddiniye degan bir kitobi bor. Dini bilimlarning o'zini tirildirish degan ma'noni bildirdi. Bu kitobning o'zidami shu narsalar zikr qilindi. Bu yerdagi Vahdatul Vujudni bu Ahmadcha Osman o'tirib qo'yayotgan Vahdatul Vujudning o'zini u kitobning o'zida o'sha Ahmadcha Osman o'xshash bayon qilib desak bo'ldi. Ya'ni shu İmam G'azzoli deymiz, shu Mevlana Jaloliddin Rumi deymiz, o'sha odamlarning hammasi asosan ash qarashda endi. U nima degan vaqtida bütün koinotdagi narsalarniki ichidagi mohiyat Allah deb tushundi bo'lichi. O Allah'ni onun oqisdagi bir narsa deb tushunmaydi. Shuning uchun ayolki bütün koinotdagi bir mohiyat va birlashadigan, hammasini shu mohiyat jihatda birlashtirib bo'ladi. Shuning o'zini Tangri deb qaraydi. Shunga bu dunyoda hozir ko'k tangri deymiz, ba'zi har xil narsalarga cho'qindigan insonlarmi o'zlaridan chiqib qolgan narsa masalasi o'z zamonida shunday ko'z qarashlar bo'lganda. Bu yerda o'zlik Ahmadcha Osmonniki o'zlik bir nimasi bor, nazariyasi bor. O'zlik deganning o'zi o'zgini, ya'ni o'z nafs xohishining o'zini o'ltirib, yana bütün o'zi toplumga oid bo'lish degan qarash nima qildi. Buning o'zi nima desa, ruhni birlashtirish o'xshash bir narsaga to'g'ri keldi bu. Bütün narsalardagi shu mohiyat birlashgan vaqtida iloh, ya'ni bir bütün iloh niki vujudga kelishi, ya'ni yoki bir bütün iloh vujudga keladi, ya'ni Vahdatul Vujud degan shu deb bunda qaraydi-chi. Hamda buni men deb qilishimning sababi nima degan vaqtida bu yangi bir hozir Ahmadcha Osman yangidan chiqarayotgan narsalar emas. Yahudlarniki nimasiga qarasak, ming yillar burun o'tirib qo'ygan bir nazariya, zaten dunyoda uniki qoldiqlari hozirgacha mavjud. Dunyoning haqqasi narsalariga, tog' daryolarga, yulduzlarga, har xil narsalarga cho'qingan insonlarniki cho'qinish manbasi ashyadan kelib chiqqan. Ama Qur'oncha degan vaqtda Qur'onda bunga javob bor-chi, yana. Qur'ondagi javob nima degan vaqtda u yani her narsadagi mohiyat, yani shu narsaniki ichidagi bir nima deymiz, bir tal olmani misol olsak, olmaniki tuzilish, yani uning ichidagi bir qudrat, mana shu vaqtida u iloh emas, u ilohniki qudrati shaklda bayon qildi. Yani koinot hammasi Alloh taolo yaratgan bir narsa, uning ichidagi bir qudratni namoyon qilgan bir ustunlik yoki bo'lmaydi bir narsa, u ilohning kuchi, qudrati manda qatorida. U iloh, u koinot emas, koinotning sirtidagi u koinotga ta'sir ko'rsatgan
ijod qilgan bir zot degan mandaq ma'noga to'g'ri keldi. O bu halqi vahdatul vujudniki nimalari nihoyatda chunqurlab nim qilgan vaqtida, misol shu Jaloliddin Rumiga o'xshash odamniki nimalarida bular ruhni shundoq tozalagan vaqtida ruhni jismdan orib hamda o'zicha hamda orish mumkin emas-ku. Odatda orisi o'ldi inson. O'lgandan keyin u inson ozod bo'ldi deb qaraydi ular. O jasad insonning vujudi u ruh uchun bir nima? Unda qalqi turmoq o'xshash bir narsa, undan ayrılgan vaqtda u bir erkinlikka erishidi deb qaraydi. Ondan keyin ular ruhning o'zini shu Alloh bilan birlashtirgan vaqtida hamda u odamning ruhi ilohiy bir narsa bu deb qaraganligi uchun ilohlashgan bo'ladi. Shu vaqtda bularniki nazarida ibodat, ya'ni namoz, ro'zaga o'xshash ibodatlar saqit bo'ldi deb qaraydi. Ya'ni ilohlashgandan keyin ilohniki nima qilish, ibodat qilishi kerak emas-ku. Shunday bir qarashlar bor. Ondan keyin bularniki qilgan ishlarimi Qur'onda Allah o'zining qilgan ishdan mas'uliyat tortilmaydi, insonlar mas'uliyat tortildi degan bir oyat bor. Mushu oyatga asosan o'zi ilohlashgandan keyin ularning qilgan ishi hech qanday mas'uliyat tortilmaydi deb qaraydi. Undan keyin ular dunyoda xatolik o'tkazsa-mu, u xatolikmi to'g'ri bunday holatda tasvirlanadi. Misol hozir bu Angliyaning podshosi deyli, bu xatolashmaydi deydi buni. Nima uchun degan vaqtda u xato uniki har qanday ishi to'g'ri deb qaraldi degan gap endi. Xatosi bo'lsa to'g'ri deb qaraldi, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb qaraldi degan bunday ma'nodagi narsa. Shunga o'zini ilohlashgan darajaga yetgan nima, o'zini ilohlashgan yoki ruhiy ilohlashgan, iloh bilan qo'shilgan bir butun ilohlik gavdasining o'zini shakllantirgan bir holatni tasavvur qilgan vaqtida u inson o'zini har qanday ishi to'g'ri bo'lib mangadi degan mandaq ma'nodagi narsalar bu. Shunga burunqi nimalar masalan Jaloliddin Ruminiki shu Masnaviy degan kitoblarda bor bu narsalar yoki Jaloliddin Ruminik nimasi tarjimali va kaza kitobning o'zini o'qigan odamlar biladi. Hattoki bir odam bir hikoyaning o'zini misolda Jaloliddin Rumi to'g'riliq bo'lgan bir hikoya. Bir kambag'al bir odam yillarcha o'zi dehqonchilik qilib, uni qilib, buni qilib o'zi saman setib deyli. Topgan pulisning o'zi bilan bir hajga berib kelay deb mansa, u Jaloliddin Rumi uchrab qolganlik haqidagi bir hikoya bor. Shuning bilan u odamni nega mangding degandan keyin, men shunda qaram ko'rib haj qilib kelay dedim degandan keyin u haj qilsang, o qora uyni sen aylansa, qora uyning ichida o Xudo yo'q deydi. Xudo mening ichimda deydi. Meniki ruhim, ya'ni o'zining ruhini iloh deb tasvirlayotdi-da o'zicha. Mushundaq bo'lgandan keyin mushu meni o'zi u Ka'bani 7 qatim aylangandan meni 7 qatim aylansang, sen o'zi haj qilgan bo'lsa deydi. Malqi hikoyani toza yaxshi tasvirlab bermasligim mumkin, lekin mushundaq ma'noda. Shuni u odamning o'zini qoyil qilgandan keyin u odam u Jaloliddin Rumini 7 qatim aylangan bo'ldi. Shuni bilan u haramga etmangan pulisini o Jaloliddin Rumiga berib etib ketib qoldi misolda. O haj qilgan bo'ldi mana shu vaqtida. Mushuna o'xshash nimalar bor. Bu narsalar bu vahdatul vujud deymiz, ondan keyin o'zlik deymiz. Bu narsalar yangi narsa emas. Bu asla yangi narsalar emas. Hamda hozir bir mezgil ko'milib qolib insonlar bo'lib Uyg'urlarning orasida bu narsalar o'tirib tushmay, hamda yangidan tushgan bu boshqa yangilikdek undaq tuyuldi bu narsachi. Buning o'zigimi Qur'onda maxsus o'zi javob bor desak bo'ldi mana shu vaqtida. Iloh bilan ilohiy qudratni aralashtirayotgan bir narsani Qur'on tasvirlaydi. Ya'ni har narsadagi masalan bir daraxtniki bir yopurmig'i, ya'ni ikki xil daraxt bo'lsa, bir tal terak, bir tal so'gatni misol qilsak, shuning yopurmoqlaridagi o'xshamaydigan bir o'zi qudratni namoyon qilgan bir narsa bor.
Uni Alloh yana Qur'ondagi tasviri bo'yicha aytgan vaqtida, Tangri tasavvuri bo'yicha aytgan vaqtida, Qur'ondagi Tangri tasavvuri bo'yicha aytgan vaqtida deyli. Buning o'zi nima deydi desa, Alloh taoloniki ashi narsadagi qudratini nima ko'rsatadi deb deydi, misol. Bu qudrat. Ya'ni xuddi biz buni misolga olsak, bir mebel sotadigan bir do'konga kirdik. Kirsak u yerda har xil o'zi jo'zi o'rindiq. Nemaga o'xshash, ishkabga o'xshash ish qilib nurg'un shakldagi nurg'un o'zi turlik o'zi mebellar borda. U mebelning har birisidagi mohiyat, ya'ni yasagan ustamniki shu yerdagi ustluq mahorati u ustam bo'lib shakllanmaydi. Ustamniki qanchalik ustlig'ini shakllantirgan narsa. Bu yerdagi narsa shu. Xuddi shunga o'xshash, butun koinotdagi har bir mavjudotda, misol, har bir daraxtning har bir yopirmig'i, mevasi, qatorliq hatto inson, jonliq jonsiz butun maxluqotlardagi qudratning o'zini, ya'ni mohiyatning o'zini, mana shu vaqtda mohiyatni bu yerda shu qudratga olib taqaydi. Bu qudratning o'zini iloh deb tushundikda u nimaning o'zida. Ammo Qur'oncha degan vaqtda u qudrat iloh emas, u ilohning qudrati deb mundaq tushundirdi. Şoň bu ýerdäki näse näme diýen wagtda Ähmetçe Osmanlyky oturup goýgan näse bir tarapdan ýaxşy kallany biraz gydyqlaýdy. Buny biraz başga tutsak boludy hem muny aýtgan wagtda. Bu näse bäribir oturup çykdy, oturdy. Bu şu sofizm sahasida bu näsli mevcut hazırgyçylyk. Masalan, şu türklerniki sopulları, bizning hazır sopulanyky nemeler kirse, misal şeyh diýimiz, onun üstüne ama o Türklinikide kutup deydikken, kutbul ahtab deydi. Aşına koşun nurgun pelli yukarı seviyeye çıkıp, en yukarı seviyeye çıkan vaxtda onun ruhu Allah böyle birleşkenlik ne ondak nem kılıp da. Şuna bütün öz günahı sakıt oludu, günah yok o adamda. Her kandak işinin özü doğru dep qarıldı. O adamla hiçbir zaman hata kılmaydı. Dep mandak özünü aşında nem kıldıgan gebemdi. Bu en xatarlik bir tarafda mana shu vaqtda. Şoňa bu ýerdäki endi bu hazır WhatsAppda bunçilik sözleşmede bunu tuluq düşendirip bolmaýdy, ammo qysqaça mazmuny muşunda garak emdi. Bunun qarta muş sofizmniki kitaplarının özüne, misal şu İhya-ul Ulumuddiniye diyen aş kitap nemeniki nimede adamın etti. Onundaki şu başka sopularniki kitaplarını okup körse bu sahada biraz malumatga ega boldu. Ama o erkin bilen o 5 toğrak qarindaşimizniki gibi qarta kişine gap qoşup qoýy dep sözlep qaldım, biroq jykyp gitip qaldy. Allah'a emanet. Assalamu alaykum. Qanday ahwalyňyz? Ýa tutdyňyzmy? Bu men tunugum bir qısqaraq bir şerilep qo'ygan boldim. Eslemde bu köz qaraş Ahmetcan Osmanlıki vahdatul vujud köz qaraşı bek konu bir köz qaraş. Ming yıllar burun bolganke dep men nokudum lekin bu ming yıllar burun emas. Qancha ming yıllar burun mu şu köz qaraş dünyada bolgankençi. Misal Tevrat'ın özde Allah Ademni özüneki şekilde yarattı diyen bir kelimeler var. Kur'an'da onda bir narsa yok hem de. Kur'an'da Allah hiç narsaga okşamaydı dep bayan kılındı da. Kur'an'da her narsani Allah yaratganlığı eğer insanlar o narsalarni tadqiq qilsa yoki tafakkur qilsa her şey üstüde Allah'niki onundaki o şeydeki kudretlerinin özüne neme bayqıya alaydiganlığını bayan kıldı. Mesela insanın özününki nefsiga qara dep diye ayetler var.
inson o'ziniki vujudiga, nafsiga, vujudiga qarash orqali qandaq murakkab bir borliq ekanligini, uni ash holatda bor qilgan bir ustining bog'lig'ining o'zini inson o'zi tasavvur qila oladi degan gap. Ashuna qo'sh nurg'un oyatlar bor, masalan, atrofingdagi narsalarga qara degan oyatlar bor misolda. Atrofidagi dal-daraxt hamma narsaning o'zi qarasa, insonlar agar haqiqiy tafakkur qilish nimasi bilan qaragan bo'lsa, bu yerda uni ashundaq ustulik bilan yaratgan bir zotning borlig'ini inson tafakkur qilish orqali yeta oladi degan gap endi. Bir quruq yog'ochniki ichidan meyveler chiqayotgan, yer binasidan damni chechib qo'ysa, u ko'klab maysi bo'lib, uningdan yana dan chiqayotgan degan o'xshash nurg'unlagan dalil isbotlar bor. Dunyoda Xudo'niki yo'qlikqa qarta hech qanday dalil yo'q. Ammo borliq qarta ya shu butun koinot hammasi shu Alloh taoloning borliqqa qarta va birlikka qarta bir dalil isbotda. Hamda Ahmadcha Osmonniki devatqin nima degan vaqtida bir daraja tuvan tushirib, hozirgi fizikchilarniki ko'z qarashi bilan biroz o'xshab ketadi. Fizikchilarmi koinotniki borliq kelishi Big Bang deydi. Cho'ng portlashdan boshlangan shu vaqtdagi shu gaz, ya'ni energiya, shu preslangan energiyaning o'zi portlagan. Shu portlagan vaqtidan boshlab lekin butun narsalarniki shu nimalari bekitilgan qandaq narsa bo'lish narsa hammasi shu vaqtdan boshlab lekin o'zligi bekitilib qolgan qatorda bayon qildi. Hamda bu Qur'onchi degan vaqtda Qur'on u hech qanday bir narsaniki o'zligidan paydo bo'lmaganligini, uni paydo qiluvchi bir zotning borlig'ini, u zotning Alloh ekanligini bayon qildi. Shuningdek bir daraja yuqoriga chiqsa agar u portildi demay, u preslangan shu energiya portildi emas, portlatdi degan mandaq ma'noda bo'lsa, u vaqtida to'g'ri bo'ldi misolda. U bir narsa o'zligidan portlamaydi. Uni portlagan bir kuch bo'lgan vaqtida u portlaydigan gap endi. Shunga bu yerda nima qildi desa, uni o'zligidan portladı qilib, dunyo o'zi paydo bo'lgan qilib, andagi insonlar shuni o'zligidan paydo bo'lgan Darwinning nazariyasi o'xshash nazariyalarni qilib o'zligidan paydo bo'lgan, buni hech qanday bir narsa yaratmagan. Demak, bu yerda yaratquchi koinot. Koinotni yaratgan bir narsa yo'q. Tangri degani shu koinotdagi butun narsalar hammasi Tangrining bir parchalari. U uni hammasini bir yerda deb hammasini birlashtirib bir tasavvur qilgan vaqtida to'liq bir Tangri tasavvuri o'tirib chiqadi deb qaraydi. Bu vahdatul vujud degan nazariyaniki nimasi. Vahdatul vujud degan zaten mavjudotlarniki birlashishi degan gap. Mavjudotlarni birlashtirish degan ma'noga keldi. U qanday degan vaqt butun mavjudotlarning o'zidagi qudratni bir yerga yiqqan vaqtida Tangri bitib chiqadi degan gap endi. Aytgan vaqtida. Ammo Qur'on unda demaydi. Qur'onniki nimasi? Butun mavjudotlarniki ichidagi shundaq bir nima san'at, ya'ni har bir mavjudotda bir san'at bor. U san'atning o'zi shu mavjudotni ash holatda yasagan ustuniki san'at ekanligini, u narsa, u ustuniki asr ekanligini o'zini Qur'on bunday bayon qildi. Shunga bu burun tortib başında bir nazariyalar bo'lgan bo'lg'ashqa, insonlar misol oyga, yulduzga, tog'ga, daryolarga, insonning o'ziga misolda
hayvanotlarga, shunday har xil o'tqa, shunday cho'qinadigan ishlar bo'lgan. Nima uchun degan vaqtida Ahmadjon Osmon degandek qandaqdir bir narsaga cho'qinsa bo'laverdi. Chunki u narsaning ichida Tangriniki bir parchasi bor. Demakki, u odam bir daraxtga cho'qinsa, u daraxtning ichida Tangrining bir parchasi bor, ya'ni Tangrining bir parchasiga cho'qingan bo'ladi. Birisi kalaga, birisi eshakka, birisi daraxtga, birisi yulduzga, shunday insonlarga cho'qingan bo'lsa, demak, umumiy insonniki cho'qingan narsani bir yerga to'plasa, to'liq bir xudoga cho'qinganlik kelib chiqadi degan mundaq nazariya o'tirib qo'ymoqchi. Valqi Ibn Arabiyniki, Mevlana'niki, So'planiki, masalan, shu nima G'azzoliymi ash taraf ketib qolgan odam. So'planing asos qismi shu ashni nima qildi. Bu burunqi zamonlarda misol, Misrda Firavunlar o'zini iloh deydi. Yani Alloh taolo bizga shu nimani bergan endi yer yuzdagi Allohniki biz tamsilchisi degan qatorda endi o'zini iloh deb atayib kelganda Qur'onda ba'zan ana rabbukumul a'la degan oyatlar bor. Demak, u yerdagi narsa nima degan vaqtdami, ya'ni ularniki shu vaqtdagi nazariyasidami, uniki vujudida qolgan insonlarga nisbatan Allohni nima qildigan, tasvirlagan yoki Allohni tamsil qildigan bir qudrat biroz jiqaroq bo'lganligi u podshoning o'zida. Chunki u insonlarni kontrol qilyotdi, davlatni boshqaryotdi degandek nurg'unlagan odatdagi insonlarning qo'lidan kelmaydigan ishlar bo'lganligidan o'zi endi yuksak iloh qatorida nima qilib qolgan insonlarniki shunaqa nima qilishini o'zini bo'ysunishni mandaq o'ttirib qo'yganda, xuddi shunga o'xshash, masalan, bizniki ajdodlarimizdami ko'ktanarda, masalan, shu nimaga koinotga cho'qinishga o'xshash ishlar balkim shu vaqtda bo'lgan bo'lishi mumkin endi. Mana bu ko'ktangir deganning o'zini koinotni tangri qilish yoki osmon jismlarini tangri tutish degan ma'noda ishlatgan bo'lishi mumkin, ammo undaq bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman-ku. Ko'ktangir degan gap ikki xil ma'no berdi misol. Ko'ktangir birsi shu ko'k tangri, ya'ni koinot o tangri degan mundaq ma'noga keldi. Yana birsi ko'kning tangri, ya'ni koinotning tangri degan ma'noga keldi edi. Shuning uchun bu Ahmadjon Osmonni hozir o'tirib chiqarayotgan narsa men degan nimamdimi? Shu vahdatli vujud degan butun sufizmlikni targ'ib qildigan, andan bularniki oxirgi nima degan vaqtda butun o'zi shu moddiy dunyodan ayrilib ma'naviy dunyoga ko'chish, zikr tasbih bilan misolda shu planni tutgan yo'lrashigu endi qilib bu o'zini men bu dunyoda yashamayapman hozir, meniki hamda ruhim shu xudo bilan birlashdi degan yerga kelib shundoq qilgan bir nimalar bor bularniki. Shu Mansur Hallaj deydigan, andan keyin shu ish qilib biz ismini bilib bilmagan nurg'ulg'an so'pi inshaalloh va uning asos qismi shu tarafga hamda ruhni xudo bilan birlashtirish orqali vahdat deydi. Vahdat deganni ya'ni ilohiy bir nimaga birlashish degan mundaq ma'noga opirdi. Lekin Qur'onda buning qarta bir qism yerlar bor. Misol Musa alayhisolamniki tangri tasavvur deydi. Musa alayhisolam tuva degan bir jilg'ida turtag'iga atrofida jilg'iga kelgan vaqtda bir yerda o't kuyayotganligini ko'rdi. Shuna bilan baljaqasini qo'yib o'tni qashib olgan vaqtida sen oyog'ingni yash muqaddas bir tuproqda sen hozir deydi. O'tni ham oyoqni yeshib kelgandan keyin men seniki Rabbing deydi. O'tdan shunday bir ovoz chiqdi-ku. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida u Musa alayhisolam o'tdiki bir Alloh taoloning bir qudratini namoyon bo'lgan bir qudratning o'zini ko'rib, uningdan keyin o'zi Allohga ishongan degan
o'xshash ashundoq bir narsalar mavjud bu yerda. Shunaqaki mau Qur'onniki Tangri tasavvuri bilan boshqa masalan Tavrat, Injilni o'qisa, uningdagi Tangri tasavvur biroz farqli chiqadi. Shunday murakkab bir narsa. Bu odamniki hamda Ahmadjon Osmon u shu nemin sufizmniki shu neminlarni o'qigan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Zaten o jiq tillarda masal Fars tili, arab tillaridan ait ko'p yozilgan narsalar va o to'g'riliq. Turklarniki dim jiq hozirgi vaqtda. Bizning vatanda uni qo'ymaganda Xitoylar. Ammo biz bu vaqtda undaq darajada yozilgan narsa mavjud emasdi. Ammo so'plar bot men o'qigan vaqtda va shu qanaqa degan vaqtda shu nafsimizni tozalaymiz deb shu kesh subhanalloh alhamdulillah degandan xalqi bexalt tashvat meniki ustozimninki ustozi shu Abdullah Mollam degan shu yakandagi oyib qaraqonimga nimqon xalqi qo'l bergan odamki shuning shoirida o'qiganman. Bexatim mashinaki nemisiga berib qolgan vaqtida bexalt toshni to'kdi, u 10 ming tal toshga o'xshaq shu qo'naqdek ayndaq toshlar hammasi nimqandekin shu yerda 30-40 tak odam birga namoz o'qiydi ekan, shu odamni o'tirib to'kkandikin dasturxonning ustiga u toshni bir qatim sanab chiqsak subhanalloh deb 10 ming qatim zikr tasbih aytgan bo'ldi ekanmizda. Shunday qilib bular halqi manchi kun, misol 40 kun, 41 kun degan gaplar bor bo'lgan emasda. 41 kun zikr tasbih aytgan vaqtida u suv bo'lganligi. Yana 41 kun zikr tasbihga o'tirib bitgandan keyin inshaalloh darsiga yetadiganligi. Yana 41 kun o'zi shu nim qilgandan keyin zikr tasbih ayt boshliq o'tirgandan keyin shu yan bir narsa ma o turkilniki jiqga u nima deydi qutb deydi ekan, qutbulloh kitob deydi, ashuna o'xshash nurg'ulg'an darajada yuqorgan nim qilgan unvonlar bor bularniki. Ash unvonlarga yetgan bo'ladi-ki, o'zini men endi mushundaq bo'ldi deb o'zini ruhiy jihatdan Alloh bilan birlashgan undaq sanaydigan gap endi shu vaqtda. Shuning bilan keyin o'zini endi bo'ldi meniki ruhim Alloh bilan birlashdi. Demak, men Allohning bir parchasi deydigan mendaq bir holatni o'sha yerda shakllantirdi bular. Bu intayin moddiy dunyo bilan bek birlasholmaydigan, zid keladigan, andagi insonlarni bek oqi chekindiradigan bir xil qarash. E'tiqod jihatdan zaten o e'tiqodga uncha sig'maydi. Nima uchun degan vaqtida u Alloh ayrim bir yaratquchi bo'lgan bir zot, qandoq bu Alloh bilan insonning ruhi birlasha oladi misol. Uni Qur'ondagi ba'zi oyatlar bor. Va nafaqtum fihi min ruhi degan bir oyatlar misolda. Uningga men o'zimning ruhimni puyuldim degandan keyin demakki bizning ruhimiz Allohniki bir parchasi. Ruhimizning o'zini biz shunday yujelsak deydi maturuklar. Bizniki nima deydi o'zini. Tozalasak demdiki, shunday tozalagan vaqtida shu Alloh bilan birlashidi degan shunday yerga boradi. Ona uzun bir hikoya. Hamda o'z vaqtida Yahudlar shu nimaga kirgan, xristianlar shunga kirgan, kesh jannat jahannam Tangrini tasavvur qilgan ishlarni shuni berilib ketgan shunday ishlar bo'lgandan keyin u dunyoni ishi qilib qolgan gap. Shuni jamiyatning oqisida qolgan gap dunyodagi boshqa insonlarning. Ashuna bo'lib vayron ketgan ekan bu Yahud nasoralar o'z vaqtida. Keyin ashundan qutulgandan keyin moddiy dunyoga qaytgandan keyin aniga to'xtabdi. U ko'rmagan narsani tasavvur qilish emas, ko'rgan narsani ana o'zi shu dunyoda bor narsaning o'zini tasavvur qilish, tafakkur qilish va bu haqda izlanish orqali biz ilgarilashimiz lozim. Uningda qancha o'zi biz shundaq o'zi ilgarilik desakmi, hech qanday bizga bir foyda bermaydi u degan bir nimaga kelib, undan keyin u ma'naviyatning o'zini bu insonni
halak qildigan yoki bo'lmaydi inson tamoman moddiy inson degan bir moddiy vujudi bor bir narsada bu narsani chiqarib bundaq bir narsa ekan deb o'tirib ashundan o'zi uning islohot ep bo'lganda bu Yevropa islohot qilib shu islohot jarayonida ashundaq ma'naviylikni kashticha shu 1000 yil 10 yil burungi narsalarni kash tasavvur qilib o'tirib xudoga yetimiz deb shu necha avlod shundoq o'zi tirishsimi u yetib ololmaydigan bir ish endi u yetolmaydi bu faqatla xudoning bor birligini e'tirof qilishla yetarlik bo'ldi ammo uningga biz berib qo'shilamiz deyish u mumkin emas endi chunki layskamsli shay Alloh hech qanday bir zot bir narsaga o'xshamaydi chunki u Alloh ayrim bir zot koinot u Alloh yaratgan bir narsa demakki u xudolik yog'ochchi o'zi yasagan jo'zbandaga o'xshamagan o'xshashli bir ish endi u unda bo'lgandan keyin bu insonlarni tamoman moddiy dunyodan yiroqlashtirib hattoki nima o'ziniki hayotigami turmushiga ko'ngil bo'lmaydigan holatga akib qo'ygan bir narsa bo'lgandan keyin bir qism aqlli insonlar chiqib qayta yana to'xta biz nada yashayapmiz hozirda dunyoga qaytib dunyodagi moddiy narsalarni tadqiq qilishga boshlab undan foydalanishga zaten Qur'onda necha yerda bor men o'zi zimindagi narsalarni sizning foydalanishinglar uchun yaratdim deydi xalaqtu lakum ma fil ardi jami'a degan oyat ashunga keldi andan keyin o'zi dunyodagi narsalarni o'zi foydalanishga boshlaganda bo'lmasa topgan taginni suv ishalga olib berdi ular hech qanday dunyoni do'stmaymiz deydi ammo kechcha insonlarning o'zini tarki dunyolikqa tashviq qiladi andan keyin u insonlar tamom bu pulning o'zini biz mol dunyoning o'zini biz yig'ib olsak bo'lmaydi deb u ishonga nima qilgandan ishon yig'idi endi mol dunyoni do'stmaymiz degan odam birinchi darajada pul yig'idi shu vaqtda boy endi biznikilar mana shunaqku mollali boy nima ish desa kesh tarki dunyolikning o'zini bu dunyoda pulning o'zini yaxshi yo'lga hashlashni tashabbus qildi buyurdi insonlar shundoq tashviqotni jiq qildi u nada u yaxshi yo'l desa uni molla biladi yani shuni olib mollaga akib berish kerak u pulni shuni olib molla naga ishlatganligini surishti qilmaydi uniki nurg'un fatvolari bor o'ng qo'li bergan so'l qo'li bilmaslik lozim degandek nurg'un gaplari bor misolda shu rivoyatlar bor shundoq rivoyatlarni ishiltib turib riyokorlik qilgan bo'lsa undoq riyokorlik qilsang andoq mandoq u gunoh bo'ladi deb haqni gunohdan qo'rqitib bergan narsaning o'zini surishti qilib qo'ymaydi odatda men sana 1000 qo'y bergandim naga ishlatding sen deb surishti qilish lozim surishtim qilib qo'ymaydi shuni o'zi uni molla ishongandan keyin mollam yeb ketmaydi deydi amaliyot yeb ketadi ozroq bir narsani ishiltib qo'yib qolganni o'zi yeydi endi shundoq ishlar bu dunyoning ishlari buning oxirgi narsasi millatni tamoman halokatga olib boradigan bir yo'l bu vahdatul vujud yo'li o'zi shundoq bir yo'l endi shunga koinotning hammasini birlashtirib bir iloh yasab chiqishniki hech qanday ahamiyati yo'q uning keragi yo'q zaten o'zi iloh ayrim bir zot xudo ayrim bir zot udan o'zi bu koinotdagi har bir narsaning o'zini tasavvur qilish orqali uningda ilohiy bir qudratning borlig'ini bilish orqali ya'ni Allohniki qudratli bir zot ekanligini e'tirof qilish u ayrim bir narsa endi u rasmiy hamda yaxshi bir yo'l ham o'zi iymonni kuchlantiradigan bir ish endi bu shunga bu so'zlab ketdim Ahmadjon Osmonniki kirib qolgan yo'li shu Mevlana Jaloliddin Rumi deymiz Ibn Arabiy deymiz misolda xuddi shunga o'xshaydi nurg'unlagan so'plarniki nimalarni nima qilgan bo'lsangiz izlaydigan bo'lsangiz bu Erondan chiqqan misol Pokistondan chiqqan turklarning ishidan chiqqan nurg'unlagan shunday o'zi nimalar bor ishon so'plar bor ularniki o'ziga tushli shunday bir falsafasi bor bu shu Ahmadjon Osmonniki hozir deyotgani Ibn Arabiyning o'tirib qo'ygan falsafalari shu nimalarniki
İmam G'azzoliniki o'tirib qo'ygan falsafalari shu o'z vaqtida. Ya'ni 14 asrda o'tirg'i chiqqan narsalar. Vahdatul vujud nimasi. U alqama u nimaniki? Dirilish Ertuğrul degan Türk'ün kinosu bağı İbn Arabi degan adam. Biye görmada oltusa etrafı yorup ketadigan her xil aşağıdım aşındaq bir narsalarni bir xurafatni aşı kinoning ichiga kirdirib aşındaq ishlab demdi. Kim o endi İbn Arabi degan etrafı yorup ketadigan nima o? Yoki ichiga elektr tiqib olganmi misol? Demek insonlarni bir odam o'lib ketgandan keyin ashundaq nurg'unlagan mo'jizalarning bo'lganligi, u odam ashundaq bir ulug' odam ekanligining o'zini o'ttirib chiqargan gap. Ya'ni bizda bir gap bor-ku. Nima deydi? Nima super ushmaydi, muridlari uchirdi deganmi? Ashunday bir gap bor-ku. Xuddi shunga o'xshash masalan Payg'ambar alayhissalomniki voqeaga ashunga o'xshab keldi. Payg'ambar alayhissalomga hech qanday bir mo'jiza berilmagan. Ammo keyin shu murid bo'lgan bir qism o'zini Payg'ambar alayhissalomning muridlari deb hisoblagan insonlar uni uchirib 2000 dan ortiq o'z mo'jizaning o'zini kitobda yozib qoldirdi misolda. Demak, u yerdagi ilohlashtirish uchun qilayotgan narsalarimiz. Shunday hamda bu to'g'riliq buniki nurg'un falsafiy nimasi bor. Hamda Ibn Arabiy shu o'z vaqtidagi shu falsafaga nima qilib turib, uningdan burunqi shu Sokrat deymiz va aşı adamdimi shu sohadagi bir qism falsafiy bir narsalar bor. O sohadagi narsalarni agar turkchasi bo'lishi mumkin, o'qib ko'rsangiz bo'ldi. Mayli Allohga emanet, yomonchilikka quvvatmi?